Şu tashkilotlarni ochdi-da. Ikki yilga mikrokreditimiz bor 25 foiz, 3 yilga 26 foiz, 22 foiz. Ipotekalarimiz 20 yilga beriladi. Birlamchi, ikkilamchi. Birlamchi deganimiz yangi qo'shimchalar, ikkilamchidan pullar oladi. Ish yilda bo'lib, istiqomlar. 20 yilga 18 foiz, boshlang'ich to'lov 13 foiz. Masalan, mana bu 100 millionlik bo'lsa, 15 million kelasiz, 85 milliondan 20 yilga kelasiz. Yana bitta kreditimiz bor, kredit katta degan kreditimiz, u ham 100 milliongacha beriladi. Kredit foizi qo'shib tashkilot bo'lsa, 27 foiz. Boshqa tashkilot bo'lsa, ular o'tishadi. Quyosh panelga kimdir ehtiyoj bo'lsa, ko'pchilik xalqimizga beryapmiz quyosh panellarga 5 yil muddatga 20% berilgan. O'tgan yillarda buni uncha rivojlanmadi, qimmatroqdi. Buyuk o'tgan yilga nisbatan, masalan, o'tgan yil 60 million o'rnatilgan, shu yil 40 millionga 40 million o'rnatyapti. Bu degani 1,5 barobar narx tushdi. Qulayligiga yaxshi deyapti, o'rnatganlar. Qiziqish bo'ladigan shartnoma topasizlar, bo'lmasa shartnomalarni ham olib ko'rasizlar. Izlashtirib chiqarib beramiz.